Nimaga, Juma? Burada bachachalar menga ish buyurib yotdi-da. Ertalab kelgandan kechki dekon supurtiryapti-da. Ko'p nafarkat qilyapti-da. Ko'rdingmi, Juma? Ularni kallasi ishlayapti-da, shartta ish turgani olyapti-yu, ular supurmayapti, senga supurtiryapti, senga tozalatiryapti. Ish turgani olsang, sen tozalamaysan, tushunyapsanmi? Ayoling joyiga qo'y. Ulun qator bachachalar ular, tushunyapsanmi? Bu nima gap? Menga aytayapti, jumaga sizni ulattiryapti, ulayapman, aqtan kelib to'p qo'shyapti, darilatyapti, to'g'irtirib. Sen to'g'irtiryapsan. Ha. Seni to'g'irtirsa, sen ham to'g'irtir. Sen yosh bachcha emassan. Mayli-da. Otabek nima qilyapsan? Hammaga lamchi qo'yib aka. To'g'irmaydi bu. Yo'q, avtomatda o'chirib qo'yaman. Shu do'st to'g'irtirish kerakda Jo'rabekda. Qo'ying bejanlar o'ttiring. Bitta marojno beraman-ku. Belli-da. Avtomat taqdim ettirgin, Jo'rabek chaqir. Belli hozir. Cumaga bitta avtomatni o'chirib qo'y. Ah, suvni beryaptim, teknika. Jo'rabek gazla. Cuma sizga nima qildi aka? Uloqmacha meni to'g'irdi-ku. Aka oyoq kiyimingizni shiltib yotibdi. Oyoqlarni chiqarib nima qiling? Jo'rakni tushirib turibman aka. Turing.